Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti harbiy va sport xodimlarini ardoqlab kelgan va ardoqlash maqsadida ularni albatta dast ko'tarib ko'rgan. Qaniydi meni ham oldimda bir yosh navqiron sportsmen bo'lsa, bir ko'tarib ko'rardim. Assalomu alaykum. Iya, mana yaxshi niyat, katta mol. Qani bir ko'taramiz. Oh, necha kilosan? 30 kiloli. Mana shu qahramonimiz haqida bugun suhbatlashamiz. U bir vaqtni o'zida ham Qibray tumanida joylashgan Abduhamidov jamoasi taekvondo bo'yicha jamoaning eng yosh sportsmeni, ham bir vaqtni o'zida esa mental arifmetika bo'yicha yaxshi yutuqlarga erishgan Ergashev Ziyodulla Erkin o'g'li. Bosh qahramonimiz Ziyodulla bilan birga bugun ichkarida suhbatlashamiz. Ketdimi? Ketdi. Suhbatimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida tahsil olayotgan ajoyib yosh sportsmen, matematik haqida bo'ladi. Qahramonimizning ismi esa Ergashev Ziyodulla Erkin o'g'li. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, qahramonimiz bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Ziyodulla, familiyam Ergashev. Men taekvondo sport turiga boraman. Mental arifmetikaga qatnashaman. Taekvondo sport turidan 2 ikkinchi o'rin, 1 uchinchi o'rin, 4 birinchi o'rin olganman va ko'krak nishoni olganman. Kelajak qanoti nomli kubok ham olganman. Mental arifmetikadan 2 ikkinchi o'rin, 4 birinchi o'rin olganman va 1 kubok ham olganman. Ziyodulla, hozirgi kunda shunday yutuqlarga erishganingizning eng katta sababchilari kimlardan iborat? Ota-onam, ustozimdan iborat. Ota-onam oyimning ismlari Xoyaxon, adajonimning ismlari Erkinjon, ustozimning ismlari Abdumanop. Abdumanop aka, yaxshi vaqtni o'zida ham sport bilan, ham mental arifmetika bilan shug'ullanish sizga zavq baxsh etadimi yo kimdir majburliydimi? Zavq baxsh etadi. Zavqlanib qilasizlar shu ishlarni. Qarang, sportga sizni kim qiziqtirib olib kelgan? Sportga o'zim qiziqqanman. O'zingiz qiziqqansiz va hozirgi kunda sizni orqangizdan aytishingiz bo'yicha singlingiz ham ilk qadamlarni sportga qo'yapti yoki u ham anchadan beri qatnashadimi sport bilan? U hali yosh, lekin sportga qiziqadi. Qiziqadi, yaxshi. Mental arifmetika bilan shug'ullanishga kim sizni undadi? Ota-onam. Ota-onangiz. Va u ham Qibray tumanida joylashgan va u yerga ham siz borasiz-a? Ha, albatta, yaxshi. Mana ko'rdingizmi, yosh bo'lishiga qaramasdan siz necha yoshsiz? 10 yosh. 10 yoshda, 10 yosh bo'lishiga qaramasdan shunday yutuqlarga erishayotgani esa O'zbekiston uchun eng yaxshi kadrlar yetishib. Aytingchi, sizningcha muvaffaqiyatga erishish uchun eng muhim omil, eng muhim maqsad, eng muhim narsa nima? To'g'ri maqsad qo'yish, unga intizom va sabr bilan harakatlanishdir. Xo'p, shu o'rinda mana suhbatimiz so'ngida aytib o'taylik, ota-onangizga, o'qituvchilaringizga, ustoz va murabbiylaringizga, do'stlaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, marhamat ayting. Ota-onamga kattakon rahmat. Agar shular borligi uchun men shu katta yutuqlarga erishdim. Duo qilib turishganligi uchun ustozimga ham rahmat. Meni qo'llab-quvvatlab turganligi uchun baxtimizga sog' bo'ling. Yoshligicha Yoshligiga nima bunaqa istaklar bildirasiz? Yoshlarga faqat telefon o'ynamasdan bo'sh vaqtingizda kitob o'qing, sport bilan shug'ullaning. Shug'ul sportmi yo mental arifmetika bilan shug'ullanishmi? Mental arifmetika bilan shug'ullanish. Lekin unga juda ham qiziqasiz va astoydil borasiz. Demak, siz sarguzasht sevar ekansizda. Natijada o'zingizda kuch topib
yana erishmagan yutuqlarga erishishga harakat qilar ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yo'lda sizga juda ham katta omadlar tilaymiz. Shuning bilan bir qatorda mana ijtimoiy tarmoqlardan savol olganmiz. Erishgan eng katta yutug'ingiz qaysi bo'lgan? 10 yoshingizda erishgan yutug'ingiz. Taekwondo sport turida ko'krak nishoni, metalli arifmetikada Zomin viloyati, Jizzax viloyati, Zomin tumani bo'lib o'tgan musobaqada faxrli birinchi o'rin olganman. Juda ham yaxshi. Kelajakda sport va mental arifmetikada o'zingizni qayerda ko'rasiz? Sportda ko'rasizmi yo aqliy mehnatda ko'rasizmi? O'zimni sportda ko'raman va jahon chempionatiga chiqib faxrli birinchi o'rin olganligini ko'raman va mental arifmetikada ustozimga o'xshagan bolalarga dars berayotganimni ko'raman. Juda ham yaxshi. Sizningcha, oxirgi savolimiz sizningcha shunday bir muvaffaqiyatlarga, shunday bir yutuqlarga erishish uchun eng muhimi nima deb o'ylaysiz? Tobora yaqinlashib kelayotgan bir vaqtda O'zbekistonda ustoz va murabbiylar kuni keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan o'zingizni ustozlaringizga, murabbiylaringizga qanday she'rlaringiz va istaklaringiz bo'lsa, marhamat. Istagim Abduhamidov temam jamoasi asoschisi Abdumannob ustozimga kattakon rahmat. Shularni orqalaridan men shu yutuqlarga erishib keldim. She'rim bor. Eng og'ir damlarda vazirlik bilan sabr ila matonat darsini o'tdilar. Ezgulik sig'dirib dillarga hardam, kelajak totli meva tuttirdilar. Yaxshi. Kelajakka hamisha totli meva tuttirib yursanglar, aziz o'qituvchi va murabbiylar. Mana shunday muvaffaqiyatlarga erishgan minglab kadrlar O'zbekistonda yetishib chiqadi. Barchangizga ta'zimdamiz. Qarang, o'zingizni tengqurlaringizga qanday kichkina bo'lsa ham maslahatlaringizni bergan bo'lardingiz? Har kuni kichik qadam bosing. U kichik qadamlar katta natijaga olib keladi. Dangasalik qilmang, ko'p o'qing, o'z ustingizda ishlang, muvaffaqiyat albatta keladi. Albatta. Xo'p, bugungi suhbatimiz juda ham ajoyib o'tganligi sababli shunday katta yutuqlarga erishishingizga qaramasdan men ham sizga o'zimning kichkina bir mukofotimni bermoqchiman. Mana bu ajoyib rassom, haqiqiy kreativ yondashadigan rassom Elnur Egamov tomonidan chizilgan mana shu Sherdor maqbarasini bir qismi, ya'ni o'sha kuchli ezgulik timsoli bo'lgan Sherdor dan sizga mana shunaqa ajoyib qo'l mehnatini sizga sovg'a qilmoqchiman. Elnur Egamov ko'rib shu videoni juda ham xursand bo'ladi. Jajji sportsmenga shu sovg'a yetdi. Low battery. Please charge. Chet elliklar bilasiz, juda ham ardoqlashadi qo'l mehnatini va siz ham ardoqlab shuni o'zingizni uyingizda shu sovg'alaringiz bilan birga qo'yib yurishingizni istadik. Mana sizga rahmat. Oh.